Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Kommunaysidagi portlashtirilgan G'ayrat Mahmud Xitoyning Cumhuriyet medali nomzodiga kirgizilgan. Xalqaro majburiy g'oyib qilib etishning ziyonkashlik uchirg'ichilar kunida Uyg'ur g'oyiblar surishti qilindi. Hong Kongga Xitoy qurolli askarlar kirgandan keyin vaziyat texmo jiddiylashdi. Turmushdagi siz bilmaydigan apchil choralardan savat. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda basın. Xinhua agentligining 28 avgust xabarida Xitoy hukumati bu yil Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilganligining 70 yilligini xotirlash munosabati bilan tunji qatim atalmish Cumhuriyet ordeni va Cumhuriyet sharafnoma nomzodlarini baholab chiqishni yo'l qo'ygan bo'lib, ko'rsatilgan nomzodlarning ismlari e'lon qilingan. Diqqat qo'zg'aydigani shuki, Cumhuriyet sharafnoma mukofotining 28 nafar nomzod ichida 2016-yili Gumun oyisida yuz bergan bomba portlash voqeasida hayotidan ayrilgan ayni chog'dagi Gumun oylik soqchi idorasining sobiq muavin boshlig'i G'ayrat Mahmud. Qizilsu Qirg'iz Abtonom oblasti chegara qo'g'duvchisi Burumxon Mavlud mazkur nomzodlikdan o'rin olgan. Xabarda G'ayrat Mahmudning asos qatlamda soqchilik xizmati qatnashgan 7 yil ichida ijtimoiy amonlik va jamiyat muqimligini saqlab, uzun muddatli amillikni kafolatga ega qilish yo'lida oldingi safda botirlik bilan kurash qilganligi. Atalmish terrorlik qarshi urushning oldingi sepidan o'rin olib, 2016-yili 9-oyda Gumun oyisidagi atalmish 1-darajali qochqonni qo'g'layotganda o'zini portlatish xarakterli hujumga uchrab qahramonlarcha qurbon bo'lganligini qayd qilgan. Mazkur voqeaning Gumunning Gökterak yeza 23-kantida yuz berganligi. Shu kuni G'ayrat Mahmudning idoradagi bir Xitoy soqchi ishga kelmaganligi uchun oila tekshirishiga chiqqanligi va tuyuqsiz bayqalgan bir gumonli voqeani tekshirish uchun bir uyning gamisiga tushganda bomba portlab ketib naq maydonda o'lgan. 71 yoshlik Burumxon Mavlud 19 yoshidan boshlab eri bilan birlikda un-tunsiz Dongalama tog'i eg'izida chorlash xizmatini o'tagan ekan. Atalmish Cumhuriyet ordeni va davlat sharafnomining Xitoyning qurilishi va taraqqiyot uchun ko'rinarli tuhfa qo'shqanlarni taqdirlashni maqsad qilganligi. Uningga nurg'ilgan Xitoy tadqiqotchilar, fan-texnik xodimlar bilan bir qatorda bir nafar jinidan ayrilgan Uyg'urning va bir nafar Qirg'iz ayolning tanlanishimi diqqat qo'zg'aydigan bir selishtirma bo'lgan. Erkin Osiyo radiosi xabarida Dunyo Uyg'ur qurultiyi 30-avgust xalqaro majburiy g'oyib qilib etishning ziyonkashlik uchirg'ichilar kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining majburiy g'oyib qilib etishni kishilik huquq qo'g'dug'chilari, o'ktish fikrlar ham shundaqla boshqa barliq fuqarolarni jimiqtirishning bir vositasi qilib ishlatayotganligini astoydlik bilan ta'kidlab, 2018-yili noyabr oyidan boshlab Xitoy doiralar tomonidan g'oyib qilib etilgan danglik Uyg'ur komediya cho'lpini Odil Mijitning masalasini alohida ta'kidlab, uning g'oyib qilinishi Uyg'ur jamiyatida hech qanday bir kishining bexatar emasligini, Xitoy hukumatining yozuvchi, tadqiqotchi va artist qatorliq Uyg'ur madaniyatining yetakchilarini yo'qotayotganligini eskartgan. Mazkur bayonotga yana xalqaro kishilik huquq mulozimati, Tibet Tori va Xitoy kishilik huquq advokatlarini qo'g'dash guruhi qatorliq tashkilotlar ovoz qo'shib, birdek Xitoy hukumatidan majburiy g'oyib qilib etish harakatini to'xtatishni, uning ziyonkashlikka uchirganlarni darhol erkinlikka chiqarishni talab qilgan. Xitoy askarlarini to'shigan bir askariy mashina atirti va bir dona dengiz armiya paraxoti 3 oydan buyon namoyish bo'layotgan Hong Kong alohida rayoniga kirganligi bildirildi. 29-avgust kuni Xinhua agentligining xabariga asoslanganda, Xitoy ozodlik armiyasi askarlarini to'shigan mashinalar va dengiz armiyasining paraxoti Xinjiandagi Huanggun portidan Hong Kongga shu yer vaqti sahar soat 4larda yetib borgan. Paraxotda qanchalik askarning borligi hozirgacha noma'lum. Xinhua agentligining tarqatgan suratlarda eng oz deganda 5 dona Bironivik, 3 dona askariy mashina va 1 dona dengiz armiya paraxoti bor ekan. Xitoy ozodlik armiyasining Hong Kongda turishlik qismi Hong Kongning Xitoyga qaytarib berilgan vaqtida qurilgan bo'lib, taxminan 5000 ga yaqin askar bo'lib, bosh markazi Guangzhouda, Guangdong janubiy qo'mondonlik shtabi qaraydi ekan. Tish pastasiga suv aralashtirilmasa, texmi pokiz cho'tkalig'ila bo'ladi. Tish pastasi suv yuluqqandan keyin osonli mag'zab o'rlaydi. Lekin mag'zabning oz ko'pligining tish cho'tkalash unumi bilan cho'ng munosabati yo'q. Tish pastasi tarkibida surkilish dorisi, aromatik dorilar, mag'zab chiqaradigan materiallar bor bo'lib, surkilish orqali tish kiri, tish teshi chiqarilib tashlanadi. Biroq suv tekizgandan keyin rolini to'liq joriy qildirolmaydi. Tishni yaxshi cho'tkalashda asosligi vaqt bilan inchkilik darajasi. Tishni suvda chayqaganda yoki tish pastasiga suv aralashtirganda kishiga pokiz bo'lgandek tuyg'u bo'lsa-mu, bilib-bilmay tishni yuvgan vaqt qisqaraydi. Shuning bilan pokiz yuvish maqsadiga yetkazib bo'lmaydi. Mutaxassislarning eng yaqin tadqiqotida ko'rsatilishicha, doim tabiatga singib kirishning salomatlikka ko'rinarli foydasi bo'lib, gulgiyoh, dal-daraxtlar bilan ko'p apilashganda yuqori qon besim, diabet kasali, yurak, qon tomir kasalliklari, oy kuni to'shmay tug'ib qo'yish va ruhiy besimi yuqori bo'lish xavfini azaytib bo'ladi ekan. Doim tabiat dunyosidagi har xil mikrojonliqlar va bakteriyalar bilan uchrashish immunitet sistemasiga foydali bo'lib, yolg'onning yuz berishini azaytib bo'ladi ekan.
Yaponiyaning tadqiqotidan ma'lum bo'lishicha, dal-daraxtlar bakteriyaga qarshi turish xususiyatiga ega bir xil organik modda qo'yib beradi ekan. Bu yaponiyaliklar yaxshi ko'radigan o'rmon vannasining rolini tushuntirib beradi ekan. İctimai aloqa qancha jonliq bo'lsa, o'pka shuncha sog'lom bo'ladi. Oila a'zolari, xizmatdoshlar, do'stlar, qo'shnilar bilan bo'lgan ijtimoiy aloqaning o'zaro turtki bo'lish darajasi o'pka iqtidori sog'lomlik va uzun umr ko'rishning eng muhim belgilaridan biri. Ijtimoiy aloqaga aktiv qatnashganda bir-birining besimini yengiltish orqali o'pka iqtidorining tuvallab ketishining oldini olg'ili bo'ladi. O'zaro ilhom berish, sog'lom turmush usulini saqlashga texmi foydali. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.